Davrimizda nurg'ulg'an kafirlarning insoniyatga foydali nurg'ulg'an yaxshi narsalarni kashf qilib bizga sunganligini ko'ryapmiz. Hatto kafirlar ichidan nurg'ulg'an xayr-saxovat va yaxshi ish qilganlari bor. Lekin ular Allohga ishonmaydi. Hamda ular kafir bo'lganligi uchun qanchalik yaxshi qilsa-mu, yanala do'zaxga kiramdi. Bu savol kafirlar taraqqiy qilib, ularning dunyodagi o'rni ko'tarilgan, musulmonlar chekingan bugungi kunda ko'p sonli kishilarning kallasiga kelishi mumkin. Biz old bilan bir narsani tushunishimiz kerak. Inson eng yuqori sabab, eng yuqori texnikalar bilan eng oddiy narsalarni yarata olmaydi. Insonning dunyoda qila oladiganini faqat kashf qilish. Kashf bayqash, tepib chiqish degan ma'noda. Ya'ni inson meli musulmon bo'lsin yoki kafir bo'lsin, izlanish, tafakkur qilish, o'qish orqali Allohning koinotdagi sirlarini bayqay oladi, topa oladi. Va shu orqali Alloh uningga bergan a'zolari bilan Alloh yaratgan narsalardan foydalanib turib, yangi narsalarni yasab chiqib bizga sunadi. Shunga insonning o'ynaydigan roli kashf qilish, ya'ni bayqash va uni kishilarga taqdim qilish. Foydali narsalarni kashf qilib bizga sungan kishilar xuddi podshohning hadiyasini bizga sungan kishiga o'xshaydi. Asli yaxshilik qilguvchi kim? Albatta podshoh. Mushuning o'xshash insonning eng yuqori qila oladiganimi shu vositachilik. Chunki inson o'zining iqtidori bilan aqlsiz bo'lgan, tuqqan tuxumni yaratolmaydi. Ma'lum bir davlat bir odamni vazifalantirib, bir qaqas cho'llikni shaharlashtirishga avatdi va davlat u odamga shu yani shaharlashtirishga ketadigan pul, mashina, barliq narsalarni berdi. Bu odam shu narsalardan foydalanib, bu qaqas cho'llikni go'zal bir shaharga aylantirdi. Xalqni bayoshat turmushga ega qildi. Bu jarayonda izlandi, tirishdi, jafo tortdi. Lekin bu odam oxirida bu davlatni butunlay inkor qildi. Bu shaharni men o'zim qurib chiqdim. Men undoq raisni tunimayman dedi. Biz bu odamni nima deymiz? Albatta xoin deymiz. Davlat bu odamga qanday muomala qiladi? Xalqni go'zal turmushga ega qilibdi, mayli demdi? Yo'q, uningga askar tortib, uni bostirdi. Nimishqa? Bu odam shuncha jafo tortib, xalqni bayoshat turmushga ega qilgan bo'lsa-mu, shu davlat bergan narsalar bilan, davlatning yordami bilan qildi. Bu ochiqdan ochiq tuzkorlik. Qanchalik yaxshilik qilib ketgan bo'lsin, bundoq tuzkorlikqa hech qanday bir odam yo'l qo'ymaydi. Insoniyat uchun nurg'un yaxshi narsalarni kashf qilgan, ammo uningga shu narsalarni kashf qilish uchun aql, ko'z, quloq va boshqa nurg'un narsalarni bergan Allohni inkor qilgan, Allohni tunimagan odam dal mushu odamga o'xshaydi. Yana shuningdek Allohga ishonmaydigan, ammo nurg'un odamlarga yaxshilik qiladigan, saxovat qiladigan kofirlar bor. Bularmi jahannamga kiramdi? Bu savolga javob berishdan burun bir misol beray. Bir odam bir shirkatga tizimlatmasdan udulli kirib, boshqalar 8 soat ishlagan bo'lsa, u 10 soat ishlab, oy oxiri kelgan vaqtida maosh ololmasa, uningdan og'rinish haqqi bo'ladi? Yo'q, chunki u shirkatga texnik tizimlatmadi, kirmadi. Uni o'zidan ko'rish kerak. Dal mushuninga o'xshash Allohni inkor qilgan kishilarning har qanday yaxshiligi Qur'on Karimda bayon qilingandek sarabga o'xshaydi. Ya'ni yoz kunlari yiroqdan qarasak subadak, ammo ichay deb qishig'i borsak hech narsa yo'q. Alloh taolo Qur'on Karimda va qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Biz ularning, ya'ni Allohni inkor qilgan kofirlarning yaxshi ishlarini bitarab qilib, uni uchib yurgan tuzandek qilib etamiz deydi. Ya'ni ular imonsiz bo'lganligi uchun ularning qilgan har qanday yaxshiligini yo'qqa chiqaramiz deydi. Bu Allohning odil sifatiga uyg'un kelamdi. Ular qilgan yaxshiligining mukofotini nada oladi? Albatta Alloh taolo Qur'on Karimda degandek, har bir odam qilgan ishining natijasini ko'radi, uning mukofotini oladi. Mayli yaxshi ish bo'lsin, mayli yomon ish bo'lsin. Ya'ni bir odam bir ish qilishda nimani ko'zlab qilgan bo'lsa, shuning bilan mukofotlanadi. Allohni inkor qiladigan odam hech qachon mukofotni Allohdan kutmaydi. Uningga Alloh taolo qiyomat kunisi jannat bilan mukofot bermasligi tamoman Allohning adolati. Chunki u jannatga ishonmaydi, ammo u umid qilgan, ko'zlagan narsasiga erishadi. Pul ko'zlagan bo'lsa pulni topadi, shuhrat, obro'y ko'zlagan bo'lsa uningga erishadi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom degandek, likulli imrin ma nawa. Har bir odam niyat qilgan narsaga erishadi. Nurg'unlagan yaxshi narsalarni kashf qilib bizga sunganlarmi bir narsa umid qiladi. Ular umid qilgan narsaga erishdi. Pul ko'zligini pul topdi, shuhrat qozondi, dunyo qomuslariga kirgizildi. Demak mukofotini oldi. Ammo oxiratdagi ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan, qalb kechib boqmagan cheksiz hayotdagi jannatga faqat shu jannatga ishongan musulmonlar kiradi. İslam kelishdan burun Arablar arasida mardligi, saxiylik bilan hurmatga sazovor Hatimut Ta'i deydigan bir odam bor edi. U odam shu darajada mard ediki, hatto dushmanlarga saxiylik qiladi. Uning mardligi tillarda daston bo'lib, ta bugun qadar Arablar arasida mardlikning simvoli, misoli sifatida ishlatiladi. Uning o'g'li Adi ibn Hatim musulmon bo'ldi. Shundaqla sahobalarning cho'nglarining biri. U bir kuni payg'ambar alayhissalomdan otasi haqida so'radi. Otasining nihoyat yaxshi odam ekanligini, mard, saxiy ekanligini, uning qilgan yaxshiliklarini
yaxshiliklarni birma-bir sanab qatori tizib chiqdi va Rasulullahdan ey Rasululloh dadam qiyomat kuni mush qilgan yaxshiliklarning birasi uchun mukofotlanamdi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom hey adey dadang bu ishni qilishda bir narsa umid qiladi, uningga erishdi dedi. Ya'ni dadang nom shuhrat va obro' umid qiladi, shuningga erishdi dedi. Allohni inkor qilish qarmoqqa nihoyat oddiydek. Men Allohga ishonmayman, faqat bir jumla so'z. Ammo buning natijasi intoyin cho'ng. Allohga ishonmayman deganlik payg'ambar alayhissalomni yolg'onchi deganlik. Allohga ishonmayman deganlik Allohning birligi va borlig'ini ko'rsatadigan koinotdagi butun Allohning askarlarini yolg'onchi deganlik. Allohga ishonmayman deganlik 1 milliard 700 million musulmonning hammasini yolg'onchi deganlik. Allohga ishonmayman deganlik Qur'on yolg'on deganlik. Bu xuddi shaharning hamma yeriga bomba urilashtirib, bir knopkani besish orqali butun shaharni portlatayotganga o'xshaydi. Qarmoqqa nihoyat oddiy, faqat bir knopkani bosdi, ammo uningdan kelib chiqqan natijada butun shahar vayron bo'ldi. Dal shunga o'xshaydi. Bu odam sochining oldiga borgan vaqtida men faqat bir knopkani bosdim, cho'ngish qilmadim deb o'zini oqlay olamdi? Yo'q, chunki oddiy kichikgina bir knopkani besish orqali nihoyat cho'ng jinoyat sodir qildi. Kufurlik, Allohga ishonmaslik mana shunga o'xshash qarmoqqa oddiydek, ammo uning natijasi nihoyat cho'ng bir jinoyat. Bu izzatga chetladi, sharafga chetladi. Masalan, sizning bolangiz sizni butunlay inkor qilib, men seni tunimayman, sen mening dadam emas desa, siz qanday qilasiz? Albatta intoyin g'azablanasiz. Modda ruhimizni asirga olgan bugungi kunda aql, kuch, boylik, to'g'ri xatoni ayiradigan o'lchamga aylanib qoldi. Amaliyotda aql, boylik, kuch bularning hech qaysi to'g'ri xatoni ayiradigan o'lcham emas. Bular xuddi ko'z va quloq o'xshash qurol. Agar bir odam ko'zini atrofini ko'rishga ishlatmasa, uning o'tkir ko'zining bo'lganining nima foydasi bor? Shuning o'xshash aql sohibini tafakkurining va dunyoning yaratquchisini tunishga yetaklayamasa, uning o'tkir aqli isil tafakkurining bo'lganining nima foydasi bor? Li ajlika ya Rabbi nas'a bila tawanin wa tahlu tariqul khatar نسير وننشر